Malibu olgan bo'larmidingiz yoki 1,5 sotuvli yer olgan bo'larmidingiz? Vaqt o'tib Malibuni narxi tushadi, lekin yerning narxi ko'tariladiki, hech qachon tushmaydi. 1,5 sotuv kamdan kam uchraydi. Oldi fazadi 10 metr, uzunasi 15 metr bunaqa shikalat yerlarchi hadeb ham chiqavermaydi. Suv, gaz, sentralniy kanalizatsiya, hamma kommunikatsiyalari bor. Narxi ham yuvosh narxda. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga tez obuna bo'lib olinglar. Videoga ham bitta like bosib ketinglar. Mana shunaqa zo'r narxda uy-joy, kvartira, yerli qo'yib turamiz. Yerni ko'rsataman. Oldi fazadi aytganimdek, mana mana shu yerdan boshlanadi 10 metr. Uzunasi 15 metr, to'g'ri burchak bo'lib turibdi. Ishning tegini ko'ryapsizmi? Ostonada mana mana shugacha agrota bo'lsa, faqat asfalt bo'lmagan, shag'alni yotqizib qo'yishgan. Ketdi. Hamma kommunikatsiya mana mana shu yerda turibdi. Tunki yopib, ko'mib qo'yishgan ekan. Kanalizatsiyalar hammasi bor. 10 metrga ketdi. 15 metr, rovna 1,5 sotiq. Narxiga keladigan bo'lsak, turishini $33,500 pul so'rashyapti. Lokatsiyasi Toshkent tumani, Kirov, shundoq bitini orqa tarafi bo'ladi. Egalar nomeri opisaniyada bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanalida. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib ketinglar.